Assalom do'stlar. Bugungi videomizda biz mana bu sirli verstak bilan biz juda zo'r video olamiz. Bu verstak nimalar qila oladi? Birinchi o'rinda gaplashib o'tamiz. Bu verstak любой narsani qo'shsalaring 5 ta beradi. Bu 5 ta degani bitta nezirit topsalaring agar 5 ta nezirit degani 5 ta nezirit degani bu 25 ta nezirit degani 25 ta nezirit degani bu 100 ta nezirit degani bu. Xullas cheksiz bizda cheksiz Minecraft bu videomizni yutishimiz kerak. Qani bo'lmasam ketdik. Aytishni unutibman. Sizlar Royal Play kanaldasizlar va sizlar bilan Royal. Qani bo'lmasam videoni boshladik. Obuna va like tugmachalariga tak barmoqchilarni bosib qo'yasizlar. Hozir bu sinovdan o'tkazamiz mana. Bitta bosasizlar mana ko'rib turganlaringdek mana bitta narsa qo'ysalar mana 5 ta narsa. Bitta narsa 5 ta narsa. Уже zo'r. Davay qani birinchi o'rinda kuchayamiz. Mana xullas 6 ta taxta yig'ib qo'yibman adashib. Buyerda bitta yig'sak o'zi cheksiz bo'lar edi. Mana sizlarga ko'rsatib o'taman. Bitta qo'yasizlar mana 5 ta. Qo'yapsizlar mana 30 ta bo'ldi. Endi 30 tadan xullas cheksiz taxtalar. Mod juda ham qiziqarli. Albatta tavsiya beraman. Bu modni mening Telegram kanalimdan olishingiz mumkin. Xullas, endigi qiladigan ishimiz biz verstak yasaymiz, oddiy bo'lgan bitta tak. Bizga mana bu daraxtlar kerak emas, bizda любой narsa любой. Bizga mana bittasi yetadi. Qolgani kerak emas, bundan ham bitta yetadi. Boymiz biz, boymiz. Bitta taxta qo'yaman, cheksiz. Cheksiz taxta bu oddiy verstak teziladi. Hop, buni qo'yamiz. Undan keyin mana mana cho'pak. What? Qani, to'xta. Bu endi ikkitasi bilan ishlash 5 ta yetib qolar. Xullas bizda kirka bor. Endi bu kirka bilan hamma narsamizni toshli qo'yib olishimiz kerak. Bo'lmasam yerni ichiga qarab olg'ay. Kovlaymiz. Bitta tosh yetadi. Chota, men o'rgana olmayapman bu Minecraftga. Mana o'zi bizda zo'r. Xullas bu mod juda ham zo'r. Ishingizni yengil qiladi. Og'irini ham yengil qilib tashlaydi. Endi bundan bitta kirka, bitta tapor. Hop, mana bu yerga qo'yib olamiz. Endi yana kerak emas bo'lgan narsalarni tupurib yuboramiz. Xullas, addushi zo'r ketyapti o'yinimiz. Like va obuna tugmachalarini bosib qo'yinglar. Bunaqa kontentlar hali juda ham ko'p chiqadi. Xo'p, endi qani kirkani ham ko'paytira olarmikin? Kirkani ko'paytira olmas ekan. Qorong'i tushyapti. Let's go. Endi nima qilamiz? Buni sindirib bo'larmikin? Oh yeah. Ovqatingni ye. Davay do'stlar, davay. Endi nima qilamiz? Assalomu alaykum, bratim.
Ye, assalomu alaykum. Ye, nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Qoch. Mana moblardan qochib qutulib oldim. Endi yerni ichiga qarab go. Moblardan qutulishning eng yaxshi yo'li yerni ichi. Sizlarga ham tavsiya beraman. Endi mana shu yerda kutib turamiz. Ana do'stlar, yorug' ham tushdi. Ko'rib turganlaringdek. Hop. Let's go. Endi ishimizni davom ettiramiz. Mana bu yerda ham narsam tushib qolgan ekan. Hali tashlab ketdimi? No mayli. Xullas, endi qishloq topishimiz kerak. Eng temirni topish yo'lini, oson yo'li qishloq topish. A few moments later. What? Olov ko'lini ham topdik. Koordinatalarni eslab qolamiz. Ikki soatlik qidiruvdan so'ng mana qishloqni ham topdik. Qani menga nazar solib ko'raylikchi, temir bormi ekan? Bu yerda temir yo'q, lekin ko'mir bor. To'xta, mana bunday qilamiz. Tepaga. Ko'mir po'piring kerak emas. Biz qishloqlarni boy qilamiz hozir, boy. Qishloqijonlar, sizlarning oldingizga ketyapman, mening kutlaring. Sabzi bittasini olamiz. Kerakmas narsalar va yo'q, bizga so'g'in kerak emas. Bizga bitta non topsak, bizda cheksiz non bor. Xullas, o'ynaya turganimda Qobiljon kelib qoldi va u bilan biz ochil. Endi cheksiz nonim bor. Kutubxonachi to'xta. Go'lim tog'a qayda, Go'lim tog'a? Ana uni ekan. Nechim o'tir? To'xta. Bu yerdan bitta tosh olamiz. Keyin aptiga qarab shapotlab ketamiz. Chiqib o'lib qolmasam bo'ldi. Mana. Ayo. Turibdi ekan. Ana. Aqlli Go'lim. Nimaga indamayapti? Menimcha moddan bo'lsa kerak. Bo'ldi, ana bizda endi cheksiz temir bor. Cheksiz. Mana bunaqa mod qo'shganman men. Bitta qo'ysang 5 ta qilib beradi. 15 tani qo'ysang 85 ta qilib beradi. Bo'ldi, xullas. Endi biz virusdagidan temir odam bo'lishimiz kerak. Любой joyda. Sizlarga-yu. Ne qilmoqni? Chekkiga qo'yib qo'yganman. Kichkinaga? Biznikida yo'q qolmog'i. Sizlarga. Qanchada olib chiqasan? Mana qo'yar. Qanchada chiqasan? 1,5 soatlardan keyin. Jim tur.
Qalqon ham oldik. Ina. Endi bunday bo'ldi, biz yangilandik o'zi. Yangilandik. Ular tupurib olamiz. Hayır, tosh davri. Bo'ldi, endi kerak bo'lgan narsa bizga olmos. Bu kirkida sindiradi. Kirkida ham sindiradi. Flash oldim. Ham oldim. Endi bizga temir chiqishloqi bo'lganda edi, udor bo'lardi. Endi o'zi biz dushi kuchayib bo'ldik. Yo'q. Yana nima kerak bizga? Yana nima kerak? Nezerga otlanish kerak, nezerga. Bo'ldi. Kitobchadan sehrli narsalar sotib olish kerak. Hali juda ham ko'p ishlar bor ekan. Xullas do'stlar. Mana shu joyda endi xayrlashamiz. Bosh kiyimni yechib olay. Xo'pda, xayr do'stlar. Endi keyingi videolar narigi safar chiqadi. Buning ikkinchi qismi. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar va obuna bo'linglar. Bunaqa kontentlar hali juda ham ko'p chiqadi. Men yangi youtuberman. Aytish esimdan chiqib qoldi. Qo'llab-quvvatlanglar. Xayr.